Changan 98 talik motorimizni golovkasi bu. Komplekt olib keltirdik. Yangi olganimiz sababi o'ziga moy chiqmasdan stuk berib yuborgan motor. Shuning orasida moy chiqmasdan rasvidorlar har bitta tunnellarni g'ajib tashlagan. O'zi ishga javob bermaydigan darajada bo'lib ketgan. Hozir mana agar taniganlar yoki ishlatayotganlar bo'lsa shu firmadan olib keldik. Shuni zborli holatda mana. Endi zavod klapanligirovkani qanaqa qilgan qilmagan bilmaymiz, o'shuning uchun o'zimiz bir qator tekshirib olamiz. Hozir 15lik shubni so'ruch birinchi silindrga solib tekshirib ko'ramiz. Holati yaxshi. Bunda ham holati yaxshi. 20 lik razmerdagisini solib ko'ramiz. Bunda o'zi qisyapti. Ikkinchi silindr so'ruch klapan, uchinchisi. Xabaringlar bo'lsa, bularda ham stakanchiga razmerli bo'ladi. Ko'pchilik klapanni qirqib razmer qo'yishadi. Ko'pchilik stakanchilarni almashtiradi yoki stakanchining ichini shilib tashlashib, shu razmer chiqarishib oladi 15-20 qilib. Holati yaxshi. Endi so'ruch klapanni saf boshini sanaganda 5-chisini, 6-chisini tekshirib ko'ramiz. So'ruch klapanni 6-chisi 15 lik shubani bemalol o'ynayapti. 5-chisida ham shu holat. Endi 20 lik ko'ramiz. Iloji bo'lsa 25 razmerdan oshib ketmasligi kerak. Bu endi ustalar ko'pchilik aytmasligi mumkin, sir saqlashi mumkin. Lekin jabr sirlashadigan narsa emas. So'ruch klapanning 8-chisi 15 lik shu bemalol o'ynayapti. Yigirmalik tirayapti.